Fasıllar serdari bayramlar xoni, ta'zimdamiz Navruz hoş geldin. Kimga yetişmiştir şodlik anı, ta'zimdamiz Navruz hoş geldin. Assalomu alaykum hurmatli qalbi qaynoq, mehr daryo, aziz ustozlar. Assalomu alaykum qadrli ota-onalar, mehmonlar, yelkalari kuchga to'lgan alif qomat ukajonlar. O'zlari go'zal, so'zlari asal, bahor gullaridek nafis va nazokatli singiljonlar. Assalom fasllarning erkak qizi go'zal bahor. Assalom Navro'zi olam. Assalom bizni farovonlikka ilk qo'lga eltuvchi ona zamin. O'lgan xalqim, to'kin sochillik, rizq ro'z, tinchlik, osoyishtalik muborak. Shodlik va quvnatlik, gul va mehnat bayramingiz muborak bo'lsin. Navro'z olamingiz muborak bo'lsin. Sizlarni barchangizni shu bugungi ulug' ayyom bilan, ya'ni yangi yil, yangi kun bayrami hisoblangan Navruz olam bilan qizg'in va samimiy tabriklaymiz. Uning mevasi bo'lmish sumalak sayli bilan. Qolaversa bilim yurtimizni bitkazayotgan ukajonlaru, singiljonlarimizni mustaqil hayotga yo'llayotganligi bilan chin yurakdan qutlaymiz va tabriklaymiz. Sizlarga go'zallik va latofat, Mehr va muhabbat, do'stlik va insoniylik, poklik va nafislik. qolaversa barchangizga tanusxatlik va baxt saodat tilaymiz. Sizlarni barchangizga shu kelayotgan yangi yilda barcha balo qazolardan, Tangrining g'azabidan, yomon ofatdan, bedavo darddan Alloh taolaning o'zi asrasin. yuzingiz hamisha yorug' bo'lsin. Orzuyingiz armon bo'lmasin. Taqdir ko'chasi sizlarni hamisha baxt kashonasiga yo'llasin. Hurmatli aziz davra qatnashchilari, aziz mehmonlar, bugun mana shu ajoyib davraga yig'ilgan ekanmiz. Hozir shu ulug' ayyom bilan sizlarni tabriklash uchun so'z navbatini bilim yurtimiz rahbari Xushnud Polvonovichga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz va hurmatli yoshlarimiz. Mana bugun yangi yil Navro'zni nishonlash uchun sho'rga yig'ilib o'tiribmiz. Sizlarni shu yangi ayyom, yangi yil Navro'z bayrami bilan maktabimiz pedagogika jamoasi, ishchi xizmatchilari, ishlab chiqarish ta'lim ustalari, maktab direksiyasi, kasaba uyushmasi, Xotin-qizlar qo'mitasi, ota-onalar qo'mitasi nomidan chin yurakdan samimiy tabriklayman. Sizlarga uzoq umr, baxt saodat, o'qishlarimizda muvaffaqiyatlar tilaymiz. Mana prezidentimiz ta'riflaganidek, yoshlarimiz O'zbekistonning kelajagi. Sizlar ertaga zavod fabrikalarda, o'quv yurtlarida, oliy dargohlarda, ishlab chiqarishda, hokimiyat organlarida, kerak bo'lsa vazirlar mahkamasida katta vazirliklarda ishlash imkoniyatingiz bor. Buning uchun faqat a'lo o'qish kerak, tinmay mehnat qilish kerak. Maktabimizning shon shuhratini ko'tarishimiz kerak. Ana shundagina ana shu muvaffaqiyatlarga erishishimiz mumkin. Mana xalq ta'limi to'g'risidagi qonun, milliy kadrlar dasturi amalga oshiradigan bo'lsa, shu 2000-2001 yillar arafasida maktabimiz kasb-hunar kolleji bo'ladi. O'rta maxsus ma'lumotga ega degan diplom beriladi. Mana shunga tayyorgarlik ko'rish bo'yicha mana maktabda katta ishlar qilinyapti. Navro'z arafasida fan kabinetlari, ta'lim ustaxonalari yangidan jihozlanmoqda. O'quvchilarimiz yangi zamonaviy formalar bilan ta'minlanmoqda. Dars jarayonlari, texnika vositalari yangi metodlar asosida o'tkazilmoqda. Ana shu ishlarni muvaffaqiyatli amalga oshirsak, Xudo xolasa, Alloh yor bo'lsa, maktabimiz kollejga aylanadi. Bu yerda o'qiydigan o'quvchilar hammasi student bo'ladi. Men o'ylayman, bizning yoshlarimiz o'zlarining oldiga qo'ygan ana shu quvonch, yuksak maqsadlariga albatta erishadilar deb hisoblayman. Sizlarni yana bir bor shu bayram bilan tabriklayman. Mana shunday Navro'z bayramlarini elliklab, yuzlab kutib olishda sizlarga muvaffaqiyatlar tilayman. Bayramni ochiq deb e'lon qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat.
bugun ana shu bayramni chiroyli o'tkazish uchun hammangizni harakatingiz bilan shu chiroyli dasturxonlar tayyorlangan. Hozir ana shu dasturxonlarni baholash uchun navbatni juri hakamlar hay'atiga beramiz. Bunda mana shu dasturxonlarni baholash uchun qatnashadilar. Xushnud Polvonovich, katta usta Nazariyev Yo'ldosh, Alla Nazarova marhaba, Matkarimova Nazira va mehmonlarimizdan Xudoyberganov Erkin aka va yana Avezov Egam akalar. Marhamat. Marhamat, topshirilgan topshiriqni bajarish uchun o'z o'rinlaringizni egallashlaringizni so'raymiz. Ana shu dasturxonlar, stollar baholangunga qadar navbatni 15-guruh qizlariga beramiz. Marhamat, bahor valsi. Ana Nadirbek, hadi oynayımız mı? Şeyini bu denimize bakıp cildini çıkarıp alıp Masterlere bak. Simin yetmeden git ha. Yine bir yumurta verirken yengler. Birden kaşarlarsa bo'ladi. Yirgin var yine, tüm böyle. Sonra çıkı cep olan bundan. Üzüm. Böyle çıkıp burayı. Bundan saplayın ya. Navruz bilan birga dinimiz Şovgaytı bana ver. Hey, Götürülme. Buyruq va davlat otaxonlarimiz Hasan Husanlar qavmi deyishadi. Atrafına bezedi yana gül çiçek, kazanlarda kaynadı yana sumelek, dillerini ayladı yana kuşçakçaklık, aziz dostlar yana Navruz mübarek. Bog'larga bahorni yetaklab, dillarga quvonch ulashib, ko'ngilga sevinch
hamlaga beramiz. Doğran, mikserini öçürüp ver. Ortasını bağırma. Orada emelledim baktı. Celal kızanlar var yakıştı. Yine işine otur. Bana yine bak. Yine şöyle gel kaldı. Yakışı. Birden de uzman tabandan. Sorun bana mı yok? Bana mı? Şurada mı? Altırtmayın altırtma.
gülüm. Sen o gönlümde, sabır yanımda. Fakat seni dilmez gülüm. Sen canıma, hadi bazanmayın canım. Gel yanıma, salınıp zardım çekerim. Sen canıma, hadi bazanmayın canım. Gel yanıma, salınıp zardım çekerim.
singillar, ukajonlar, mana davramiz davom etmoqda. Ana shu davramizda uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimiz, shu bilim yurtida ko'p yillar ishlab mehnat qilgan ustozlarimiz va veteranlarimiz tashrif buyurishgan. Hozirgi so'z navbatini bizga mehmon bo'lib kelgan veteranimiz Matniyozov Karim akadan eshitamiz. Paras. Rahmat terma. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar va bolalarimiz. Sizlarni mana bu kelgan Navro'z bayramlaringiz bilan ila mustaqillikning munosabati bilan bu yil 7-yili buningdek Navro'z bayrami sizlarni shu uchilishingizda birinchi marta o'tib o'tirgani. Avvalam o'taradiki bu taklifda emas edi. Ina sizlarni mana bu avazukni inisiativi bilan o'quvchilarni xizmati bilan buningdek yaxshi qilib hammasi hurmat bilan sizlarni hurmatlab yaxshi qilib mana bu Navro'z bayramini o'tkazib o'tir. Sizlarni hammangizni o'quvchilarni, o'qituvchilarni buni mustaqillikni munosabati bilan o'rtoq Karimovni tashakkuri bilan, firqasi bilan buni Navro'z bayramimizni bayram qilib firqa chiqargan ekan, hammangizni tabriklaymiz. Umrlaringiz uzoq bo'lsin. Sog' salomat bo'linglar. O'qishlaringizda a'lo darajada o'qinglar. Sizlarga yanada hamma vaqtida o'quvlaringizga muvaffaqiyat, o'zlaringizga sog' salomat bo'lsin. Yana sizlarga yana aytilajak so'z bor. Sizlarni tushunib, buni davlat, hukumat bu voyaga yetkazib, tarbiya qilib, o'qitib 8-10 klassgacha mundib yana uchilishiga ketirib taklif qilgan ekan, sizlarni tartib intizomlaringizni ota-enalaringiz, qariyalar tomonidan hammasi sizlarni talab qiladi. Sizlarda yana bezorichilik, yomon bir-biringiz bilan uyat gaplar, yomon so'zlar hech vaqtida bo'lmasin. Hamma vaqtda o'qishlaringizga a'lo, o'zlaringizga sog' salomatlik bo'lsin. Hozir o'qisangizlar, yana Avazovning aytganidan ko'plaringiz bir qancha idoralarda, mahkamalarda, hokimiyatlarda yaxshi o'qisangizlar, katta ishlarda ishlashingiz mumkin. Agarki o'zlaringiz tartibsiz bo'lsangizlar, xo'jaligingizga da siymaysiz. Hattoki idorada bo'l. Shuning uchun hammangiz o'zingiz bir bo'lib o'qiganda klassda opa, uka, aka deb o'zingizdan kattaga, kichkinaga salom berib, hurmat bilan yursangizlar, sizlar hurmatli bo'lasizlar. Hamma vaqtida hurmat har kim o'zi uchun. Ilgari vaqtida yakkaxo'rlik vaqtlarida hech vaqtida bunday Navro'z bayrami bo'lgan emas. Bo'ldiki, har bir xo'jalik ina Navro'z keldi deb qo'sh solgan vaqtida amoch bilan o'g'izini shoxini moylab qo'shib pishiriladi. Ina bugunga qadar ina o'ndan tartib bo'lgani yo'q. Buni oldingizdagi dasturxonlaringizga qarang. Ina bezalishini qarang ustalarni. Hammasi a'lo darajada. Bu yurtimizning tinchligi, farovonchiligi, elimizni hurmatliligi bir-biri bilan. Shuning uchun bu ishlar bo'lyapti. Hammang o'zubirchilikli, yaxshi a'lo bog'da o'qinglar. Mana bu hech vaqtida bu uchilishda bunda ushtar qo'yib, buningdek Navro'z bayrami o'tgani yo'q. Mana bu o'rtoq Avazovni hamma vaqtida, har yerda ishlagan vaqtida tashkilotchilik ishlari boshchiligida ham o'qituvchilarimizning hurmatida, ularning boshchiligida bu ishlar bo'lyapti. Sizlarni ras hurmat qilgan ekan, sizlar ham o'qituvchilaringizni, ham direktoringizni, elni, elotni hurmat qilib, hurmatga qozoning. Sizlarga sog' salomatlik, ham omonlik,
Otlechni o'qishlaringizni sizlardan talab qilamiz. Sizlarga katta rahmat, tashakkur. Rahmat, sağ olun, Jarmadan, salomat bo'lin. Aziz do'stlar, endigi tabrik so'z navbatlarini biz davom ettirar ekanmiz. Mana davramizda o'zining bir necha yillik fidokorona mehnatlari bilan elimizni, yurtimizni, xalqimizni tarbiyalagan, ta'lim bergan hurmatli ustozlarimizdan mana Abdulla aka Artikov ham davramizda ishtirokchisi. O'qituvchilar bezagandir alamni, o'g'il qizimizga tutgandir qalamni, har ko'rganda kuyib qilamiz salomni deyamiz. So'z navbatini mana ustozimiz Abdulla akaga eshitamiz. Marhamat. Hürmetli okuyucular, hürmetli pedagog ortaklar, aziz ustadlar, sizlerden bana şu bahar ayyamındaki bayram bilen hermenizi mübarek ederim. Hermenize sağlık, selametlik, okuşlarınızda, işlerinizde acayip günler bir geliştiği bu genişlerinizden muvaffakiyetler dileyim. Sağ, aman olun, gelgüsü hayatlarınız parlak olsun. Ve bizler faaliyetimiz, bizlerin onun bakanlarımız bulup, memleketimizni, azad devletimizni başkarıcı, acayip kadırlar boyut işleriniz nesillerde iltifat vardır. Rahmet. Rahmet olunla sağ olun, selamat olun. Ama ki yaxshi tilaklar aytgan bo'lsangiz albatta ro'yobga chiqsin. Sizga ham sog'lik, salomatlik, uzoq umr, keng davlat tilimiz. Vaqtimizda doimo sog' bo'lib, dono maslahatlaringiz bilan, so'zlaringiz bilan yoshlarni o'z shogirdlaringizdan ashlab qutlab berishni deya niyatdaman. Rahmat, baraka toping. Aziz mehmonlar, hozir davramizga bir guruh qizlarimizni taklif qilamiz. Marhamat qizlar. Marhamat qizlar. Mana shu kollektivimizda rahbarimizning qolaversa butun kollektivning tashabbusi bilan mana shu yerda o'tirgan ajoyib go'zal